Akam bizlarni filmiga ketdilar akam. Mahsulotimizni reklama qilyaptilar. Ko'ramiz qani qanaqa bo'ladi. Kim uyini remont qilyapti, qo'lini ko'tarsin. Mana shu remont qilayotgan akalarimizga men bitta zo'r joy topganman. Uylarning fasad qismiga qaranglar. Mana shunaqangi travertinlar qilsanglar bo'ladi. Xohlagan rangingizdan bor, xohlagan stilingizdan bor. Yana o'zingizlar mana shu dizaynni mana bunaqa rangda qilib ber desanglar, u rangni ham chiqartirib ber. Zo'r narxlarda. Undan ham zo'r narsalar bor. Hozirlik ko'rsataman. Tak, aka kompaniyaning nomi nima edi? Four Houses, ha? Men Sirdaryoga Xovosdagi uyimga ham mana shu kompaniyadan uyimni oynaning chetiga mana bunaqa romkalar, penoplast bo'ladi, ustiga tiaga qilinadi, tosh bilan qilinadi, vobshe chiroyli chiqadi. Bunga fasad qismiga travertinlar bor. Mana o'zingizlarda ham chiroyli chiqibdi-ku, aka? Vobshe zo'r chiqdi. Mana bu menyusi, mana chelaklarda mahsulotlarning hammasi. Aka, yana bu mahsulotlar qayerdan keladi? Bu shunta ishlab chiqariladi, seriali chetdan keladi. O'zimizda ishlab chiqaramiz. O'zimizda ishlab chiqariladi. Demak, o'zimizda ishlab chiqarsa, narxlari ham zo'r bo'ladi-da. Mana shu penoplastlardan boyagi oynaning chetiga mana shunday qilinadimi aka? Mana oddiy penoplast, lekin mana shundan chiroyli oynaning chetiga tiagalar chiqarsa bo'lar ekan, tosh qo'yasizlarda, shuning uchun baquvvat bo'ladi. Tosh qo'yiladi, baquvvat. Gap yo'q. Ishlab chiqariladigan joy sexda bu. Gap yo'q, baraka topinglar, baraka topinglar. Zo'r kasb topibsiz. Soqqadan zo'r ishlayapsizlarmi? Bo'ladi. Mana ketdi. Dastavka. Toshkent shahriga tekinga dastavka qilib berishadi. Viloyatlarga pitakgacha olib chiqib berishadi, pitakdan ortib borishadi, uyingizgacha olib borib beradi. Katta sher zo'r narsalar ishlab chiqarishar ekan, xalqimizga manfaatli zo'r narsalar ishlab chiqaradi. Ya narxlari ham hamyonbop. Qiynab qo'yishmaydi. Baraka topinglar. Ishingizga omad. Hamma ishchilarga, akalarimizga, ukalarimizga salom ayting. Rahmat. Ishlarga omad. Sog' bo'ling.